Assalomu alaykum hammaga. Bugun hozirgi kontentim o'zbek tilida bo'ladi. Hozir sizlarga qoraqalpoq tilida kontent yuritsam, tushunmay qolasizlar. Hamma uchun bu o'zbek tilini hamma biladi, qoraqalpoq tilini sal pal qozoqlar tushunadi. Shuning uchun men sizlarga bir aytmoqchiman. Hozir Telegram akkauntlaringiz misol uchun udalch bo'lib ketadi, bloklanadi. Shunday paytda o'zingizning ochgan kanal va guruhlaringiz ham shu akkauntda qoladi va adminligingiz ham shu akkauntda qoladi. Va uni ertaga bir 2-3 yildan keyin yurishib ketgandan keyin qarasangiz, "Oh" deysiz. Nima desangiz, u yurishib, u yerda admin yo'q, reklama pul ishlash degan. Shuning uchun men sizlarga bir maslahat bermoqchiman. Agar pul shu akkauntingizni qaytarish uchun raqamingizni unutgan bo'lsangiz, shu Telegram akkaunt raqamini yodingizda bo'lsa agar, shuni yana sotib olasiz. Agar sindirib tashlagan bo'lsangiz, sotib olib va yana telefon kartaga ulaysiz. Telefonga mobilniy raqam qilib, keyin o'sha shundan kod keladi, ochasiz va shu kanalingizning nimasini yozasiz. Shu paytda kanalingiz chiqadi va kirsangiz siz adminsiz. Va admin huquqligingizni bir 2-3 akkauntingizga berib qo'ysangiz, u endigi nimada yaxshi va rivojlanadi. Shuning uchun hoziroq o'ylaning va 1-2 yil bo'lgan bo'lsa, raqamingiz bloklanganiga, Telegram ochilmayotgan bo'lsangiz, hozir uje 1-2 yil o'tib ocha olasiz, nima desangiz, uje sizdan spam va taqiqdan olib tashlagan bo'ladi. Yangidan yangilanadi raqamingiz uchun. Kerakli ma'lumotlarni bizning kanalimizda kuzatib borasiz. Bir sinab ko'ring.